Voy bel og'rig'i. Hozirgi kunda bel og'rig'ining eng ko'p sabablaridan biri bo'lgan diz churalari haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan doktor Bozor. Umurtqalar orasidagi disklar harakat vaqtida zarbani kamaytiradi. Ba'zan noto'g'ri bosim, noto'g'ri yuk ko'tarish, kam harakatlilik va yoshga bog'liq holatda disklar atrofidagi fibroz halqa yirtilib chiqadi. Diskning ichki qismidagi yadro halqa ichidan chiqib, nerv ildizchasiga bosim beradi va buning natijasida asab ezilishi hisobiga og'riq, qon aylanish buzilishi va harakat chegaralanishlari yuzaga keladi. Kasallik belgilari: bel va oyoqlarda og'riq, uvishish, karaxtlik va oyoqlarda holsizlik. Ba'zan og'ir holatlarda siydik va ichak funksiyalari ham buzilishi mumkin. Davolash metodlari haqida keyingi videolarimizda batafsil to'xtalamiz. Sog'liq har bir insonga bir marotaba beriladi. Uni asrang.